ro'zg'or tebratib yurgan har bir erkak qadrli. Hech kim sezmasa ham, hech kim olqishlamasa ham. Bugun non topish oson emas. Ish bor, ammo maosh ko'ngilda turgandek emas. Talab ko'p, maydon tor, raqobat kuchli. Imkon esa har doim ham teng bo'lmaydi. Erkakning yelkasida uyining osoyishtaligi, farzandining orzusi, ayolning suyanib turadigan umidi bor. Erkak uchun charchoq shaxsiy, ammo g'alaba umumiy. U qo'li bilan topgan har luqmani rohat bilan emas, shukr bilan yeydi. Bir so'z bilan aytganda, erkak bo'lish kurashdan charchasida taslim bo'lmaslikdir. Alloh har bir mehnat qilayotgan erkakning yo'lini oson qilsin. Uyga qaytgan qadamiga baraka bersin va har bir charchadim degan nafasini savobga aylantirsin. Sabr qilmaganlar o'z oyog'idan kelur deydi. Qani boshladikmi? Kompotlar bilan xudo xolasa. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalloh qizim. Allohga shukr, hamma yo'q nozimatimiz bor. Barakasini bersin.